Sen ichkariga Keling aka, kirib xush kelibsizlar. aka menga bitta gayini chotki formasidan qilib bering. Xo'p bo'ladi akajon. Hozir sizga razmeringiz chiroyli qilib beramiz. Mana buni ko'rgan o'rtoq. Nima deyapti forma? Yarashibdi. Yarashadi. Bu formani kiyish uchun qancha ter to'kdim bilasam, qancha xarajat qildim. Endi ertadan sekin soqollarni to'g'irlatib bir ishga chiqsa, Bu kiyib olgan formani mas'uliyati juda kuchli o'rtoq. To'g'ri ishlasang, o'sishing aniq bor. o'rtoq bu yerda o'sish boshqasi emas. Bu formani kiyib olganingdan keyincha xohlagan eshigini shundoq tepib kirasan. Любой temani bir deganda bitta alo bilan hal qilib Bu o'sish hammasi o'tib ketaveradi. Bularni soqqani qilish kerak. Nima deyapsan? Menga qara, seni maqsading demak, xalq foydasiga o'ynash emas, xalq qiynash ekanda. Menga qara, bu forma senga emas ekan. Anti ko'chada ishlayotganlar xalqning duosini olib, issuvni issiq demasdan, suvini suv demasdan ishlashyapti. O'rgildim seni ko'rsatgan karomatingdan. Xafa bo'lmaysiz, bu ham bilmasdan gapiraveradi. Hoshimda yechib oling. Shuni hisoblab bering. Aka, xafa bo'lmangmi, bu formani sizga sota olmaymiz. Ne menga sotmayman deyapsiz? Sizga o'xshagan noinsof xodimlarga forma sotmaymiz. Nimagaligini bilasizmi? Nimaga ekan? Chunki sizga o'xshagan noinsof xodimlarning kasriga qancha xalqimiz nohaq jabr chekyapti-yu, qancha halol xodimlar yomonotliqqa chiqyapti. Buni bilasizmi? Shuning uchun sizga o'xshagan noinsoflar bu formaga loyiq emas. Tez chiqib keting magazindan.